Otangiz to'g'ri bo'ladimi, noto'g'ri bo'ladimi? Haq u. Noto'g'ri gap gapirayotgan bo'lsa ham haq u. Otaning gapi vaqti muhokama qilinmaydi. Umuman mumkin emas. Farzandi 1-2 bo'layotganning sababi o'sha otasini roziligini olayotganligi uchun. Otasini 2 ta ayoli bo'ladimi, 3 ta ayoli bilan otaniki muhokama qilinmaydi. Ota o'zi javob beradi o'z qilgan ishiga, lekin farzand vazifasini qilish kerak. Chunki uni otasida yordam berish kerak, topgan pulidan qanchadarini berish kerak. Farzand zo'rda, shaxsiyanasi oyoqda, lekin ota qiynalyapti. Unaqa bo'lish kerak emas. Ota qiynalish kerak emas. Farzand otani qiynab qo'yish kerak emas. Nima qilsa ota o'zi biladi. Muhokama qilinmaydi. Ada unga pul ishlatmay, bunga ishlatmay farzand ekansiz. Berish kerak bo'ldi. O'sha uchun ham rizq beriladi bunga. Rizq beriladi, pul kelayotgani, yaxshi pul topayotgani shu otasiga qilayotgani uchun. Otasini norozi qilsin bitta, o'sha kelayotgan puli ham kelmay qolishi mumkin. To'xtaydi, u ham qashshoq bo'ladi. Yaxshi bo'layotganda, rizq berayotgani, Alloh berayotgani otasiga qilayotgani uchun, muhokama qilish uchun berilmaydi. Onasiga yoqmayapti, shu yordam berayotgan, boshqa ayoliga yordam beryapti ota. Bitta gap bor-da. Uni qo'pol bo'lsa ham etsa bo'ladimi, bo'lmaydi, bilmayman. Eskilarning gapi-da u ham. Otaniki o'q deydi. Uni tez kechirib yuboradi-da. Farzandlar nima gunoh qilib qo'ying, onangiz oldiga boring, ona kechiradi. Lekin otani ko'ngli og'rib qolsa bor-ku, gapda kechirsang ko'nglingda kechiradi. Bu temada juda ehtiyotlik bilan muomala qilib, kalla bilan ish qilish kerak. Tamom.